Ogoh bo'ling, Umraga yuborish uchun $1500 talab qilgan shaxs ushlandi. Buxoroda fuqaroni Umra safariga yuborishni va'da qilib, undan $1500 talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Qashqadaryo viloyatida ro'yxatdan o'tgan mas'uliyati cheklangan jamiyatning Buxoro shahridagi filialida operator bo'lib ishlagan 2004-yilda tug'ilgan fuqaro Umra ziyoratiga borishni rejalashtirgan shaxslarning ishonchiga kirib, noqonuniy daromad olishni maqsad qilgan. U tegishli vakolatga ega bo'lmagan holda Buxoro shahrida yashovchi ayolga 7 kunlik Umra safarini tashkil qilib berishni aytgan va buning evaziga $1500 talab qilgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi o'z ishlaydigan ofis binosida oldindan maxsus ishlov berilgan $1500 hamda 850 ming so'm pul mablag'larini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.